16 bab. Şuningdan keyin ibodatxondan ko'tarilgan jarangliq bir ovozning 7 farishtaga beringlar, Xudoning g'azabi bilan to'lgan yet ichinidikini yer yuziga to'kinglar deganligini angladim. Birinchi farishta berib, chinidikni quruqliqqa to'kdi. Buning bilan tenida divining belgisi bo'lgan va uning haykaliga cho'qinganlarning badanini yirkinchlik yiring yorila qoplab ketdi. İkinci farishta kinidikini dengizga to'kdi. Dengiz suyi o'likning qiniga o'xshash qonga aylandi va ichidagi bütün jonliqlar o'ldi. Üçüncü farishta kinidikini daryo va buloqlarga to'kdi. Ularning suyimi qonga aylandi. Ondan su farishtasinin mundaq deganligini angladim. Hozir ve ezelden bağ mukaddes Xudo, çıkargan hükümlerin durust ve adıldır. Yaman adamlar senin mukaddes halkın ve peygamberler qinini tökkelligi üçün sen ulağa işkili kan berdin. Ula muşu cazağa layıktır. Yine kurbanlık süpsüdün kegen bir avazının ey hemmige qadir Perverdigar Xudo, hükümlerin hak ve adildir deganligini angladim. Dördüncü farishta kinidikini quyoshning yuziga to'kdi. Buning bilan quyoshga insonlarni o'tdek qizig'i bilan o'rtash qudrati berildi. İnsanlar dahshatli issiqda o'rtaldi. Biroq ular tavba qilish ve bu balay afetlerini keltirish qudratiga ega bo'lgan Xudoga hamdu sanolar o'qishning o'rniga uni qarg'ashdi. 5. farishta kinidikini divining taxtiga to'kdi. Divining podsholigini qorong'ulik bosdi. İnsanlar azobdan tillarini tishlashdi. Ular og'riq azobi ve yorlari dastidan arshdagi Xudoni qarg'ashdi. Biroq qilmishlariga tavba qilishmadi. 6. farishta kinidikini ulug' Firat daryosiga to'kdi. Shu hamon daryoning suyi qurdi. Buning bilan kun chiqishdan keladigan podsholarning yo'li ichildi. Shuningdan keyin ajdahoning, devining ve soxta payg'ambarning egizlaridan chiqqan poqqa o'xshaydigan 3 yomon ruhni ko'rdim. Bular karomatlar ko'rsatadigan jinlarning ruhlari bo'lib, bütün dünyadaki podsholarni hammaga qodir Xudoning ulug' kunidagi jangi to'plashga ketib-atdi. Ayso mundaq dedi: qaranglar, o'g'rining kelishidek tuyuqsiz keliman. Yalıngaç qilib, nomusqa qalmaslik üçün kiyimlerini yeniga qo'yib, sagak yatqanlar ne kadar baxtlik ha. 3 yomon ruh podsholarni İbranicha Armagedon deyiladigan yerga to'pladi. 7. farishta kinidikini havoga to'kdi. Arishdiki ibodatxonning taxtidan ko'tarilgan jarangliq bir ovoz ish tamom dedi. Şu esnada çakmakla çekildi. Güldürmamının güldür qarasları anlandı. Yer zemin şunçilik tevrendi ki insanlar yaratılgandan beri bunda kat tevriniş bomğan idi. Kat şehir Babil 3'e bölündü. Her qaysi ellediki şehirlemu ye bilen yaksan boldu. Şu kat şehir Babil'den hesap iliniş üçün Xudoning qattiq g'azabi bilan to'lgan qadah uningga berildi. Bütün orollar g'oyib bo'ldi, tog'lar yo'qoldi. Osmondan insonlarning ustiga har bir donisi 45 kilo chamusida keladigan mo'ldir yog'di. Bu mo'ldir opti shundoq qo'rqinchli bo'ldiki, insonlar bu baloyi opatning dastidan Xudoni
qarg'ashdi.